Bugun biz boshqacha golubsi tayyorlaymiz. Buning uchun sho'rvasiga go'sht, piyoz, kartoshka, sabzi, baqlajon, karamlarni tayyorlab qo'ydim. Uni eng qiziq tarafi golubsiga biz grechka solamiz. Guruch noniga judayam foydali bo'ladi va mazasi guruchdan farq qilmaydi. Buning uchun MVni iCook wok qozoniga hamma mahsulotlarni solamiz. Ya'ni go'sht, mana birinchi bo'lib dumba yog'i, go'sht, piyoz, sabzi hammasini solib so'ygandan keyin tomatni ham solib, sabzilarni solib, qopqog'ini yopib qo'yamiz. O'zi qovurilib, o'zi pishib turadi. Biz orada golubsini ichiga farshni solib tayyorlab olamiz. Bu qozon shunaqa xususiyati bor. Past qilib qopqog'ini yopib qo'ysangiz, o'zi judayam shirin qilib qovurib turadi. Mana kartoshka, makka hamma mahsulotlarni soldim. Solib yana qopqog'ini yopib qo'ydim. Bu o'zi pishirib turadi. Ungacha biz golubsilarni tayyorlaymiz. Qovurishda davom etyapti. Bular judayam foydali mahsulotlar. Ayniqsa mana makka hozir pishishni boshladi. Tarkibida kletchatkasi judayam ko'p. Bilamiz mana sabzi, kartoshkalar, baqlajon. Baqlajonda antioksidantlar ko'p. Shuning uchun doim solib turaman ovqatga. Mana suvni quyganimizdan keyin qaynab chiqqanda bolgarskilarni soldik. Bolgarskilarni eng foydali tarafi guruch noniga biz grechka soldik. Grechkada ham kletchatka ko'p. Undan tashqari agar kimda guruch yeyish mumkin bo'lmasa, o'rniga grechka solsa bo'ladi. Farshdan ortib qoldi. Shuning uchun 4 tagina kavatag ham tayyorlab qo'ydim. Past qilib tuzlarini, zira hamma narsasini solib, past olovda chesnoklarni solib dimlab qo'yamiz. Karam hammasi judayam chiroyli pishadi. Bu qozonda ezilib ketmaydi. Hamma mahsulot bir xilda pishadi. Qozonda shu tarafi judayam zo'r. Uni ovqatni dimlab qo'yib, ovqatning ichiga soladigan ko'katlarni MVni dish drops idish yuvadigan geli bilan shunaqa tozalab olaman doim. Chunki ko'katning ichida har xil quvum hasharotlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun tozalab yuvamiz. Chunki bu gel organika bo'lgani uchun ziyon qilmaydi insonga. Hop, yuvib tozalab ovqatimizni qaradik. Ovqatimiz mana judayam chiroyli pishyapti. Ko'katlarni o'rtasiga solib 40 minut damlaganimizdan keyin past olovga qopqog'ini yopib dimlab qo'yganimizdan keyin ovqatimiz pishadi. Ana ovqatni suzdik. Hamma mahsulotlar ko'rib turibsiz juda chiroyli pishgan. Sabzi, kartoshka, chesnok, mana baqlajonlari hammasi ezilmasdan butun pishadi. Kavatag, karam, makka. Hozir bolgarskisini ko'rsataman. Buni mazasi guruchdan umuman farq qilmaydi. Ichida grechka borligini hatto aytmasangiz bilishmaydi ham. Mana shunaqa grechkalik golubsimiz tayyor bo'ldi. Yoqimli ishtaha hammaga. Sizlar ham tayyorlab ko'ringlar, juda ham foydali bo'ladi.